Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videoda biz Fazliddinov Diyorbek o'quv markazi haqida batafsil gaplashamiz. Xo'p, bu o'quv markazimiz onlayn o'quv markazi hisoblanadi, ya'ni internet yordamida bemalol qatnashishingiz mumkin, uydan chiqmagan holda. 2021-yildan beri to hozirgacha o'z faoliyatini yuritib kelmoqda. O'quv markazimizda fizika, matematika, ingliz tili fanlaridan tajribali o'qituvchilarimiz individual yondashgan holda, ya'ni har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullanib darslarni olib borishadi. Har bitta darslarimiz jonli tarzda olib boriladi. Telegram orqali video chat qilib yoki Zoom platformasi orqali o'tiladi. Har bitta o'tirgan jonli darsimiz video ko'rinishida yozib olinadi va o'quvchiga yoki ota-onasiga qaytib tashlab beriladi. Qani bugungi darsda qaysi darslarni o'rgandi o'quvchi? Natijaga yo'naltirilgan darslar, ya'ni bizda nimalar bo'yicha o'zi tayyorlanadi deyishingiz mumkin. Qaysi fanlardan tayyorlanadi? Ya'ni fizika fanidan, matematika fanidan va ingliz tili fanlaridan tayyorlab beramiz va qaysi yo'nalishlarda? Imtihon tayyorlov yo'nalishlari SAT, ya'ni xalqaro SAT sertifikatiga, ya'ni siz SAT sertifikatidan yetarlicha ballni, ya'ni 1200 dan yuqori ballni to'plasangiz, O'zbekistonda grant yutishingiz va yoki chet el universitetlarida grant yutib o'qishga kirishingiz mumkin. Yoki agar siz o'qituvchi bo'lsangiz, 50% gacha ustama olishingiz mumkin 3 yil davomida SAT sertifikatiga tayyorlanib unga erishgandan so'ng. Xo'p, keyin abituriyentlar uchun DTM ga tayyorlaydigan kurslarimiz ham bor va abituriyentlar uchun milliy sertifikatga tayyorlaydigan kurslarimiz ham mavjud. Milliy sertifikat bizga nima beradi deyishingiz mumkin. Milliy sertifikatga ega bo'lganingizdan so'ng siz o'sha fandan maksimal ballga ega bo'lasiz. Masalan, fizika yoki matematika fanidan birinchi blokingiz 90 ballni beradigan bo'lsa yoki 93 ballni beradigan bo'lsa, agar sizda milliy sertifikat bo'lsa, 100% o'sha ballga ega hisoblanasiz. Ana shunaqa foydalari bor. Xo'p, endi nima uchun aynan bizni o'quv markazimizda tayyorlanishingiz kerak? Bizni darslarimiz individual yondashgan holda, ya'ni har bir o'quvchi bilan alohida shug'ullangan holda, bitta o'quvchi, bitta o'qituvchi holda o'tiladi, ya'ni sizning o'zingizga alohida ustoz biriktiriladi. Endi tajribali o'qituvchilar 3 yildan ortiq va milliy sertifikat, SAT sertifikatlariga ega tajribali ustozlar sizlarga dars o'tadi. 0 dan boshlab professional darajagacha oxirigacha tayyorlab beriladi. Endi kurslarimiz haqida batafsil ma'lumot olish uchun yoki kurslarimizga qatnashish uchun quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin bemalol. Xo'p, bizni video darslarimizdan namunalarni YouTube ijtimoiy tarmog'ida ham ko'rishingiz mumkin. YouTube'da Fazliddinov Diyorbek deb yozsangiz yoki qidirsangiz, bizni video darslarimizdan, fizikadan, matematikadan, ingliz tili fanlaridan ustozlarimizning bepul video darslaridan namunalarni ko'rib, baho berishingiz mumkin. Agarda bizni onlayn kurslarimizga qatnashib ko'rish, ya'ni sinov darslariga qatnashib ko'rasiz, agar darslarimiz ma'qul bo'lsa, undan keyin to'lov qilib qatnashishingiz mumkin. Farzandingiz yoki o'zingiz ham bemalol onlayn jonli darsni video orqali internet yordamida ko'rib turishingiz mumkin. Qulay tomonlari juda ham ko'p. Xo'p, davom etamiz. O'quvchilar fikrlari haqida gaplashadigan bo'lsak, masalan, Abdulloh DTM ga tayyorlanish bo'yicha natijaga erishgan. Zulfiya SAT ni matematika qismidan 800 balldan 780 ballni qo'lga kiritgan yoki Nodira ingliz tilidan milliy sertifikatdan B2 natijani qo'lga kiritgan. Mana shu. Demak, siz 0 dan boshlab agar biz bilan maqsadingizga, ya'ni SAT, milliy sertifikat, DTM imtihonlariga 0 dan boshlab tayyorlanmoqchi bo'lsangiz, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilib, individual onlayn kurslarimizga qatnashishingiz mumkin. Sinov darsiga qatnashib ko'rasiz, agar darslarimiz ma'qul bo'lsa, to'lov qilib, undan keyin kursni davom ettirishingiz mumkin. Shu bilan demak, bugungi videomiz o'z nihoyasiga yetdi. Videomizga like tugmasini bosishni unutmang va kanalimizga obuna bo'ling. Shu yo'l bilan bizning ishlarimizni sal bo'lsa ham qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz.